va bu narsa sizni adoyi tamom qiladi. Gapirayotgan gaplarim qanaqadir dramatik eshitilayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'zingizga savol berib ko'ring, oxirgi marta potensialingizni qachon ishlatdingiz? Va qarasam, hamma o'quvchilarim o'quv markazida qolib dars qilyapti. Hamma o'quvchilarim kanallariga men 8 olmoqchimanmi, 7,5 olmoqchiman deb maqsadlarini yozib, har kuni harakat qilib ketyapti. Xullas, har xil kritika bo'ldi, hatto IELTS olamidagi mashhur odamlardan ham tanqid oldik. Ikkinchi safar boshlayotganimda o'zi oilam qarshi bo'lgan. Nima qilasiz hozir? O'zi 8,5 ham yaxshi-ku. O'zi umuman qaraganda boshida 8,5 olmoqchi edingiz-ku. Nima qilasiz endi? Men aytdim, "Yo'q, men o'sha auditoriyaga yetib qo'yganman, 9 olaman deb. Endi va'dam ustidan chiqishim kerak" deganman. Komfort sizni o'ldiradi. Xo'p. Juda ko'pchilik so'ragan savolga bugun javob bermoqchiman. IELTS 9 nima bo'ldi? Yo'lda odatda odamlar ko'rganda, men taniydigan yoshlar ko'rganda mendan so'rab qolishadi. Aka, sizni oldin kuzatib yurardim, keyin blogingizdan chiqib ketgandim. Nima bo'ldi? Shu IELTS 9 oldingizmi deb so'rab qolishadi. Yaqinda ham bitta bola so'rab qoldi va men aytdim, yo'q, olmadim dedim. Ya'ni IELTS 9 ni to'xtatdim dedim. Va bu videoni qilishimdan maqsad xuddi men bosib o'tgan yo'lni va meni tushunib yetgan haqiqatlarimni sizlar bilan ulashmoqchiman. Oramizda bo'lishi mumkin, masalan, bu videoni ko'rayotgan odamda bo'lishi mumkin, men IELTS 9 olmoqchiman degan maqsad bo'lishi mumkin. Va bu videoda men sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan narsam, nimaga IELTS 9 challenge-ni boshladim va undan keyin nima bo'ldi? Hayotimda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? IELTS 9 o'zi kerakmi degan savolga bugungi videoda javob bermoqchiman. Agar sahifamga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying, chunki bundan ham foydali videolarimiz bor. Hayotim umuman olib qaraganda yaxshi ketayotgandi. O'sha payti endi farzandli bo'lgandim. 2 oylik farzandimiz va o'sha payti ish joyimdan so'rab qolishdi, ya'ni IELTS ni yangila. Men IELTS 8 olganimga bir 4-5 yil bo'lgandi. Ya'ni men 2021-yilda IELTS 8 ni birinchi urinishda IELTS 8 olgan bo'lsam, undan keyin men IELTS ni yangilamagandim. Va o'sha payti ish joyimdan so'rab qolishdi, IELTS ni ko'tarib ol, 8,5 qilib ol deyishdi. Ya'ni talab shunaqa bo'ldi mendan. Va o'sha payti tayyorgarliksiz imtihonga kirdim. Endi o'yladim, masalan, tayyorgarliksiz ham men 8,5 olib chiqsam kerak, chunki baribir orada to'xtatib qo'ymaganman, o'quvchi o'qityapman deganman, lekin qattiq adashgan ekanman. Chunki baribir har qanaqa vaziyatda ham siz o'qituvchi bo'lasizmi yoki umuman qaraganda ingliz tili gapiriladigan, ya'ni English speaking countryda yashayotgan odam bo'lasizmi, baribir ham testga preparation boshqa narsa. Ya'ni language bilan test boshqa narsa. Siz tilni zo'r bilishingiz mumkin, lekin testga tayyorgarlik bu boshqacha narsa. Ya'ni testga o'tirib, har kuni 1 soat 2 soatdan tayyorgarlik ko'rish kerak bo'lar ekan. Va shu joyda men qattiq adashgan ekanman va natijam 8 chiqdi. Ya'ni bu menga qanaqadir kattaroq zarba bo'ldi. Men o'ylaganim endi confidence bilan kirib chiqqanim 8,5 bo'ladi deb. Va o'sha zarbadan keyin men ancha o'yladim. Ya'ni nimaga menda improvement bo'lmadimi? Mana 4-5 yil bo'ldi, mana oradan ancha vaqt o'tib ketdi. Nahotki umuman improvement qilmagan bo'lsam, ya'ni umuman o'smagan bo'lsam degan narsa bo'ldi. Va o'sha paytda endi men davom etaverdim. Oradan bir 1-2 hafta o'tdi va 1-2 hafta orasida men o'sha narsani ko'p o'ylab yurdim. Ya'ni nimaga 8,5 qiyin? Odamlar mana atrofimda 9 olyapti. Nahotki 9 olish ham impossible narsa bo'lsa, qilishyapti-ku mana degan xayol bo'ldi. O'sha paytlari o'zi menga bir challenge kerak bo'layotgan bo'lganda, har safar meni hayotimda juda bir tekislik bo'ladigan bo'lsa, men bundan qochishga harakat qilaman. Chunki komfort sizni o'ldiradi. Meni bu qanaqadir shiorim bo'lib qolgan. Ya'ni komfortga tushdingizmi, demak bundan tezroq chiqishingiz kerak. Komfortda qolib ketadigan bo'lsangiz, siz o'zingizni potensialingizni yo'qotasiz. Bora hayotingizning ma'nosi yo'qoladi. Bora qilayotgan ishlaringizda ma'no qolmaydi. Va bu narsa sizni adoyi tamom qiladi. Gapirayotgan gaplarim qanaqadir dramatik eshitilayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'zingizga savol berib ko'ring, oxirgi marta potensialingizni qachon ishlatdingiz? Va bu narsa sizni depressiyaga solib qo'yadi. Ya'ni o'quvchilarim bor, keladi masalan. Ustoz deydi, juda hech nima bir ma'no qolmagan, nima qilishni bilmayman deydi. Aytaman, challenge boshlab ko'r, sport qilib ko'r masalan. Qanaqadir til sertifikatiga tayyorgarlik ko'rib ko'r. Nimadir qilish kerak. Odam shu narsa uchun yaratilgan. Odam yaratuvchan inson. Ya'ni nimadir qilish kerakki, nimadir yaratish kerak yoki qanaqadir nimadirlar bilan mashg'ul bo'lish kerak. O'shaning uchun ham mana pensionerlar ishidan retire bo'lib ketgandan keyin, ishini tugatgan, ya'ni o'sha pensiyaga chiqib ketgandan keyin depressiyaga tushib qoladi. Chunki ular hech narsa qilmaydi. Pensiyaga chiqqandan keyin ular bekor bo'lib qolgandan keyin depressiyaga tushadi. Ya'ni shu joyda men aytmoqchi bo'lganim, har doim biz nimadir qilishimiz kerak komfort zonadan chiqish uchun. Va o'sha komfort zonadan chiqish menga xuddi bir IELTS 9 ga harakatdek tuyuldi. Boshida meni ko'zim yetgandi. IELTS 9 ga
harakat qilish va IELTS 9 ni ola olishga ko'zim yetgandi. Chunki bundan oldin men bir ikkita insonlar bilan gaplashganman, IELTS 9 olgan va ular ham mendan juda ortiq joyi bo'lmagan deb o'ylaganman. To'g'ri, ularning experience, hayotiy tajribasi va ingliz tili darajasi mendan baland bo'lishi mumkin, lekin men har doim hard working inson bo'lganman. Maqtanish emas, lekin bitta narsani qiladigan bo'lsam, o'shaning ichiga kirib ketaman. Hayotim, vujudim bilan shu narsada yashashni boshlayman. Chunki IELTS 8 ga harakat bo'lganimda ham, mana masalan bundan 5-6 yillar oldin talaba paytimda, buni ko'pincha o'zini topa olmayotgan talaba deb aytaman. O'sha paytlari o'zligimni topa olmas yurganman. Nima qilamanman o'zi, nima kasb tanlayman, nima maqsadim meni o'zi deb yurgan paytlarimda o'sha payti IELTS olish hayolimga kelib qolgan. O'zimni har xil ishlarda sinab ko'rganman. Shuncha odamlardan qanaqadir bo'lganman, gap eshitganman, nimadirlar bo'lib ketganki, men o'qituvchi bo'laman endi degan hayolimga shu kelib qolgan. Va o'shandan keyin o'qituvchi bo'lishga harakat boshlangan. O'quv markazlariga borganimda hech kim meni ishga olmagan. Sani IELTSing yo'q ekan. Men ingliz tilini bilaman, sen IELTSing bo'lmasa biz seni olmaymiz deyishgan. Va o'sha menga qattiq zarba bo'lib to'xta deganman. Men sizlarning oldinglarga IELTS 8 bilan kelaman. O'sha paytda endi IELTS 7 eng trenddagi skor bo'lgan. Ya'ni hozirgi IELTS 8.5 dek bo'lganda, IELTS 7 eng baland skorlardan bo'lgan. Lekin men aytganman, men sizlarning oldinglarga IELTS 8 bilan kelaman deganmanda, o'sha bilan men 3 oy bosib tayyorgarlik ko'rib IELTS 8 olganman. Ya'ni IELTS ballimni 6 dan 8 ga 3 oyda chiqarganman. Buni kvartiradoshlarim ko'rgan, guvohlarim bo'lgan o'sha payt, ya'ni meni qotganlarimni ko'rib, uxlaganimda ham podkast eshitib yotib, vujudim aytganimdek, vujudim bilan kirib ketganman. Va o'sha paytdagi drive'ni men yana his qilish xohlaganman. O'shandan beri men mazza qilib dars qilganimni esla olmaganman. Va o'shaning uchun ham IELTS 9 challenge-ni boshlaganman. IELTS 9 challenge-ni ham boshladim va oradan ozgina vaqt o'tdi. Xullas 20 kuncha tayyorgarlik ko'rdim. Instagramda har kuni ulashib bordim. Telegramda ham, Instagramda ham har kuni buni gapirib berdim. Maqsadim shunchaki boshqalarga ham motivatsiya berish bo'lgan. Maqsadim, masalan, men o'ylaganmanki, o'quvchilarimga har safar dars qilish kerak, o'qish kerak, ilm olish kerak, harakat qilish kerak deganman-ku, lekin o'zim o'sha narsani ko'rsatib bermagan ekanman, o'ylab qarasam. Va ishoninglar, men shu IELTS 9 boshlaganimdan keyin, IELTS 9 ga harakat boshlaganimdan keyin, meni o'quvchilarimda tubdan o'zgargan. Ya'ni o'quvchilarimning xarakteri, o'quvchilarimning harakati tubdan o'zgargan. Offline'da ishlardim, 100 ga yaqin o'quvchim bo'lgan o'sha payti, o'sha bir paytda o'zida, va qarasam hamma o'quvchilarim o'quv markazida qolib dars qilyapti. Hamma o'quvchilarim kanallariga men 8 olmoqchiman, 7,5 olmoqchiman deb maqsadlarini yozib, har kuni harakat qilib ketyapti. Va Instagramdan menga boshqa o'qituvchilar ham yozyapti. Aka, men juda xursand bo'ldim. Sizni mana chiqqaningizni ko'rib, o'zimni bir qila olmayotgandim. Nima qilsam ekan deb yurdim. Mana 8 ga harakat boshladim. Mana 8:30 ga butun o'quv markazi o'qituvchilarimiz bilan harakatda boshladik. O'sish kerak ekan. Siz bizga zo'r misol bo'lyapsiz deb yozishni boshlashdi. Va bu menga qanaqadir to'g'ri yo'lda ekanimni qanaqadir isboti bo'ldi. Ya'ni men bu 9 ga challenge, 9 ga harakatni boshlab shunchaki o'zim uchun qilmagan ekanman. Men butun bir ingliz tili olamiga deydimi yoki ingliz tilidagi sferasidagi insonlarga qilgan ekanman. Buni albatta criticize qilganlar, ya'ni tanqid qilganlar bo'ldi. 9 ololmaysan baribir yoki sendan chiqmaydi masalan. Xullas har xil kritika bo'ldi. Hatto IELTS olamidagi mashhur odamlardan ham tanqid oldik va menga bu narsa hech qanaqa ta'sir qilgani yo'q. Yo'limda shunchaki davom etdim. 20 kun tayyorgarlik ko'rdim. 20 kun ichida faqat o'zim bilan va oilam biladi qanaqangi qiyinchilik bo'lganini. Bu IELTS juda ham kichkina narsa o'zi aslida. Juda kichkina narsa. Bu IELTS bir katta narsa sifatida ko'rsatish shart emas aslida. Lekin bitta insonni maqsadi qo'yib, oddiygina masalan, kimdir uchun 5 kilometr yugurish ham maqsadku, to'g'rimi masalan? 5 kilometr yugurish kimnidir xursand qiladigan yoki bitta 40 masalan bitta marafon yugurish kimnidir katta maqsadida kattalashib boraveradi maqsadlar. Keyin Ironmanga harakat qilaman deydi masalan. Aytmoqchi bo'lganim, IELTS ham kimlarnidir hayotini o'zgartirib yuboradi. Ba'zi o'quvchilarning ustidan kulishadi. IELTS 7 olaman deb maqsad qo'yish ham maqsadmi bu? Kattaroq maqsad qo'ysang bo'lmaydimi deyshadi. Insonlar IELTS 7 kimnidir hayotini o'zgartirib yuborishi mumkin. Ochiqchasiga aytaman. Men ham o'quvchilarimga aytaman, kattaroq maqsad qo'yiladi. Lekin aynan IELTS da qo'ygan maqsadi bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi, maqsadingizni erishishga ko'zingiz yetadimi deyman. Birinchi shu savolni so'rayman. Ha desa, bosing bo'lmasam deyman. Ustoz o'xsharmikan desa, o'zingiz nima deb o'ylaysiz deyman. Menimcha bo'ladi deydi.
demak bo'ladi deyman. Chunki har bitta insonni o'ziga beradigan javobi, ya'ni o'zingizga beradigan javobingizga bog'liq. Xullas oradan 20 kun o'tdi va o'sha joyda men IELTS imtihon topshirdim. Va bu 20 kun bizlar uchun juda ham qiyin bo'ldi, chunki yosh oilamiz, farzandli bo'lganmiz, 2 oylik chaqalog'imiz bilan biza bir vaqtning o'zida ham o'qish, ham ish, ham oilani birga olib ketishimiz kerak bo'lgandi. Odatda kunduz kunlari o'sha dars qilardim, o'g'limiz uxlaganda, keyin turganda men yordam berardim, chunki bitta ayolimga tashab qo'yishga men o'qilardim masalan. Bizda qanaqadir qiyinroq protsess bo'lgan. Men o'zim ko'proq uyda sarflaganman vaqtimni, o'sha IELTS 9 ga harakat qilayotganim uchun ham men ishlarimni kamaytirib, oxirida umuman ishni to'xtatganman. Ya'ni faqatgina preparation bo'lgan. Ya'ni men o'quvchilarimga ko'p aytardim shu narsani. Nimadirga erishmoqchi bo'lsang, nimadandir ketishing kerak derdim. O'quvchilar bu narsani tushunmasdi va men o'zimning misolimda ko'rsatganman shu narsani. Ya'ni nimadirga erishmoqchi edim, IELTS 9 ga erishmoqchi edim va bu uchun ishimni kamaytirdim. Bu uchun boshqa aylanish deydi masalan, ko'chaga chiqish deydi yoki bir umuman qaraganda for fun, entertainment activitylar bo'ladi-ku, shunaqa narsalarni ham men chopganman. Va bora faqatgina uyda focus study family bo'lib qolgan. Va bu hayot menga qaysidir ma'noda yoqqan. Mazza qilganman. 20 kun davomida qanchalik qiyin bo'lsa ham, o'sha paytda imtihonga kirganman. Birgalikda oilam bilan borganmiz imtihonga. Chunki boshqa ilojimiz ham bo'lmagan. Xullas, imtihonga borganda juda qiziq bo'lgan. Deyarli hamma meni tanigan o'sha payt. Imtihon hamma menga qarayapti-da. Siz anu bo'lamisiz? IELTS 9 ga harakat qilayotgan. Invigilatorlar ham taniyapti-da meni. Ya'ni qanaqadir boshqacha feeling bo'lar ekanda, sizni hamma tanisada, hamma sizni support qilib tursa, biz sizga ishonamiz, bosing, harakat qiling deb. Bunaqangi holatga men tushmaganman oldin. Ya'ni shu IELTS 9 harakati bilan men bunaqa darajaga chiqib qolishni bilmaganman to'g'risi. Bu kichkina narsa o'zi aslida, juda kichkina narsa. Small circle'ning ichida popular bo'lish, ya'ni kichkina krugning ichida mashhur bo'lish, bu aslida kichik narsa, lekin qanaqadir shuncha odamni qo'llab-quvvatlovi men uchun juda katta motivatsiya bo'lgan va imtihonga kirganman. Javobi chiqishini ham hamma men bilan birga kutgan. Intriga bo'lgan, rostdan intriga bo'lgan. Hamma kutyapti-da, Telegramda yozyapti. 100 ta odam har kun yozyapti-da, 3 kun. O'zi odatda 1 kunda chiqardi, meniki 3 kunda chiqqan. Har safar shunaqa bo'ladi menda. Aynan imtihon topshiradigan bo'lsam, hammada ertaroq chiqsam, menda keyinroq chiqadi. Va 3 kun birgalikda auditoriyam bilan birgalikda kutganmiz va natijasi chiqqanda ko'pchilik xafa bo'lgan, ko'pchilik xursand bo'lgan. O'zim ham sal xafa bo'lganman, lekin keyin xursand bo'lganman. Xayrlisi bo'lgan ekan deb aytaman. 8,5 bo'lgan. Ya'ni 9, 7,5 bo'lgan va uni keyin apellyatsiya berganman. Chunki ko'tarilishi ehtimoli bor edi va ko'tariladigan bo'lsa 8 bo'ladigan bo'lsa writing bilan speaking. Men speakingni retake qilmoqchi bo'lganman. One skill retake bu degani siz bitta qismini alohida imtihon sifatida topshira olasiz. Shunaqa qilmoqchi bo'lganman, lekin unaqa o'xshamagan. Speaking 8 ga ko'tarilgan, lekin writing o'zgarmagan. O'sha payti menda nima bo'lgan? Imtihon natijasi chiqyapti, ozgina kayfiyat tushyapti va ayolim bilan gaplashyapman. Ya'ni shunaqa bo'ldi. U aytyapti, xursandman, zo'r bo'pti, yaxshi. Keyin men aytyapman, yana davom etyapman, yana boshlayapman challenge desam, yanami deyapti-da. Hayron u, chunki o'zi biladi qanaqa qiynalib yurganini-da. Chunki bu yoq tarafda hozir men oldinlari 50 yillik farzandimizga qarab nima qilgan bo'lsak, o'sha payti baribir og'irlik ko'proq unga tushib qolgandi. Meni bezovta qilmaslik uchun, menga xalaqit bermaslik uchun baribir ular boshqa xonada, men bu yoq tarafda boshqa xonada dars qilib shu faqat ovqatimni kirgizib berardi, ovqatimni yeb yana o'sha preparationni davom etardim. Ya'ni men uchun juda bir nostalgiya bu, lekin u yoq taraf rosa qarshi bo'lgan o'sha davom etishimni. Undan keyin yana imtihon topshirdim. Buni ko'pchilikka aytmadim va ko'pchilikka unchalik ham o'qimadim, lekin hozirgi videoda aytaman, hammasini ochiqchasiga aytaman. Undan keyin yana imtihon topshirdim. U imtihonim yana taxminan 15-20 kundan keyin bo'ldi. Va u imtihonimgacha men umuman tayyorgarlik ko'ra olmadim. Chunki bolamizda yana o'sha kimdirlar uchun g'alati eshitilishi mumkin bu, faqat oilasini yoki bolasini qo'rar ekan, nima deydi, bahona qo'rar ekan deyishi mumkin, lekin farzandli bo'lgan insonlar tushunadi buni. Men o'zim farzandli bo'lishdan oldin juda kutganman bu kunni. Deyarli har kuni kitob o'qib, farzand tarbiyasi bo'yicha, farzand rivojlanishi bo'yicha, farzandni masalan men
xohlaganman. Shunaqangi bir zo'r, geniy inson, haqiqatdan bir kuchli, olim inson bo'lishini xohlaganman. Farzandim hozir ham xohlayman, Xudo xolasa, va niyat qilganman va bu videoni bir kun farzandim topib olib ko'rishi ham mumkin. Juda ko'p o'qiganman-da, shuning uchun men juda farzand tarbiyasida involved bo'lganman. Deyarli 100% nima qiladigan bo'lsa, doktorga olib boramizmi yoki kiyintiramizmi yoki masalan kashami, juda ko'p narsalarda men ham o'zim ishtirok etaman. Galma-galdan bu narsalar bo'ladi. Ya'ni masalan ba'zi otalar farzandini to katta bo'lguncha unaqa o'ziga aniqmasligi mumkin, ishda bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Lekin men bu mavzuda ozgina jiddiyroq qarayman. Ya'ni farzandim men bilan ham yetarlicha vaqt o'tkazsin deb. Aynan shu sabab bo'ldiki, men ikkinchi marta imtihonga tayyorgarlik ko'rayotganimda, ya'ni 8,5 chiqqandan keyin o'g'limizda xarakterlarda o'zgarishlar paydo bo'lishi boshladi. Ba'zi 3 oylik, 4 oylikka qarab ketyapti. Unda o'zgarishlar paydo bo'lishi boshladi. Va o'sha paytda bizda juda katta stress bo'ldi va unchalik ham tayyorgarlik ko'ra olmadim. Bu tarafda ishim ko'payib qoldi. Xullas nima bo'ldi? Imtihonga kirdim. Unchalik yaxshi tayyorgarlik ko'ra olmadim bu safar. Va natijasi 8 chiqdi. Yana boyagi boshidagi gapga qaytamiz. Language bilan test bu boshqa narsa. Bugun imtihon topshirib 5,5 chiqishi mumkin. Ertaga 6,5 chiqishi mumkin. Chunki bir kunlik narsa ancha narsani hal qilib qo'yishi mumkin. Shunaqa holat bo'ldiki, men o'sha 8 oldim. 8,5 dan 8 ga tushish menga juda katta zarba bo'ldi. Juda o'zimga bo'lgan ishonchimni yo'qotib qo'ydim o'sha payt. Nima qilaman endi deyapman-da, qanaqa auditoriyaga yetaman bu narsani? 9 olmoqchi edim-ku men. O'zimga unda ham ishonib chiqqandim. Endi readingda yoki listeningda bir ikkita xatolar qildim deb o'yladim o'sha payti. Lekin mabodo xato qilganim taqdirimda ham men deganman, apellyatsiyaga beraman va listening readingda qanaqadir xato bo'lib qolgan bo'lsa, bittasini men one skill retake qilaman, ya'ni bittasini topshiraman. Men o'ylashim bo'yicha 9-8,5 8-9 men shunaqa kombinatsiyalar bo'ladi deb o'ylaganman. Juda ishonib o'zimga juda ishonganman. Lekin natijasi 8 chiqqandan keyin menda qanaqadir bir juda tushkunlik bo'lgan, depressiya bo'lgan. Qanaqadir o'zimga bo'lgan ishonchim yo'qolgan o'sha payt. Bu narsani o'quvchilar ham his qiladi ko'pincha. Ya'ni ota-onasi bu yoqda ishonyapti unga, qarindoshlari ishonyapti. O'zim olib qaraganda bu narsani men qoralayman. Kimdir sizdan nimadir kutgani uchun qilmang. O'zingiz xohlaganingiz uchun qiling deyman-da. O'sha narsani o'zim rostdan xohlagandim va o'xshamadi. Bu narsa meni qanaqadir tushkunlikka solib qo'ydi. Va o'shandan keyin meni ozgina ikkilantirib qo'ydi. Ya'ni ikkinchi safar boshlayotganimda o'zi oilam qarshi bo'lgan. Nima qilasiz hozir? O'zi 8,5 ham yaxshi-ku. O'zi umuman qaraganda boshida 8,5 olmoqchi edingiz-ku. Nima qilasiz endi? Keyin men aytdim, "Yo'q, men o'sha auditoriyaga yetib qo'yganman, 9 olaman deb. Endi va'dam ustidan chiqishim kerak" deganman. Lekin baribir men o'ylaganman o'sha payti, keyin oilamdagilar norozi bo'lgani uchun ham baribir u narsa o'xshamadi deb o'yladim. Ya'ni baribir hamma narsani xayrlisi bo'ladi-da. Agar masalan harakat qilmasdan turib, "Ya Alloh, menga shu narsani ber" deydigan bo'lsangiz, bu logichni noto'g'ri bo'lib qoladi-da masalan. Lekin men harakat qildim va Allohdan so'radim. Harakatni to'xtamasdan qildim baribir ham. Ikkinchi safar preparationim zo'r bo'lmadi deganim bilan ham baribir birinchisida qanaqa qilgan bo'lsam, ikkinchisida ham qilishga harakat qildim. 100% unchalik bo'lmasa ham, unchalik kuchli bo'lmasa ham, lekin o'shani 70-80% chalik harakat qildim. To'xtab qolmadi. Ya'ni bu 40 kun, 40-50 kun menda proses to'xtagani yo'q. Deyarli bir kun ham to'xtagani yo'q. Har kuni Instagramda va Telegramda kontent qilardim. Har kuni qilganim haqida videolar qilardim. O'zimni bilganlarimni, o'zimni qilayotgan ishlarimni o'quvchilar bilan ulashardim. Study planlarimni tashlab berardim. Xullas shunaqa bo'ldiki, 8 olgandan keyin menda o'sha biroz muddat tushkunlik bo'ldi va bitta narsani aytishni unutma, o'sha 9 ga harakat boshlaganimdan keyin bir 20-25 kunlarida IELTS Station platformasi dunyoga keldi. Ya'ni shu g'oyasi tug'ildi bizda. Chunki men o'zim harakat qilayotganimda, IELTS 9 ga harakat qilayotganimda va imtihonga ham kirib ko'rdim, lekin xuddi shu imtihondagi atmosferani boshqa joyda topa olmadim. Har xil veb-saytlarda qilyapman. Jump Into degan veb-sayt bor, Innovate degan veb-sayt bor. Bilsanglar kerak bu veb-saytlarni. Shu veb-saytlarda qildim, lekin aynan bu veb-saytlarda men haqiqiy imtihon atmosferasini his qila olmadim. Qarayapman imtihonda nimaga boshqacha-ku, men bu savol turib, bunaqa-ku yoki highlightlari bor, save'lari bor, har xil funksiyalari bor-da imtihonda masalan. O'sha funksiyalar bu yoqda yo'q-ku. Hozir men bunday qiladigan bo'lsam, qanaqa bu yoq tarafdagi moslasha olaman degan savollar bo'ldi menda. Menimcha o'quvchilarning ko'pchiligi ham shu sababli imtihonda pastroq ball oladi. Ya'ni ular
haqiqiy imtihon atmosferasiga tayyorgarlik ko'rmagani uchun, yo qog'ozda bajaradi, yo kompyuterda bajaradi, yoki qanaqadir noaniq veb-saytida bajargani uchun ular bali pastroq chiqadi deb o'ylayman. Baribir bu ham rol o'ynaydi deb o'ylayman. Har bitta narsa imtihonda, har bitta kichik detallar ham sizni yo baland ball olishingizga, yo past ball olishingizga sabab bo'lib qolishi mumkin. Va IELTS Station platformamizda biz kichkina detallarigacha e'tibor berib, imtihon bilan birga bir qilib o'xshatganmiz. Va ishonasizlarmi, o'sha platforma yaralgandan keyin juda ko'p o'quvchilar, juda ko'p insonlar menga rahmat aytishgan. Ya'ni zo'r platforma, imtihonga men kirib ko'rdim, rostdan shunaqa ekan. Ba'zi testlarimiz hatto imtihonda ham ba'zi o'quvchilarga tushib qolgan holatlari bo'lgan, chunki biz testlarni har xil so'rslardan, har xil o'sha imtihonda tushgan materiallardan yig'ganmiz va o'sha joyda ko'pchilik o'quvchilar aytganki, masalan, bir xil interfeys, bir xil funksiyalar tushdi imtihonda. Juda ham yoqdi veb-sayt deb rahmat aytishgan. Va men hozir miyamda aylantiryapman-da, demak hech narsa bekorga bo'lmagan ekan. Hech narsa bekorga bo'lmagan ekan. IELTS 9 ga harakat boshladim. IELTS 9 dan keyin 8, xullas IELTS 8 oldim. 8 dan keyin 8,5 oldim. 8,5 dan keyin 8 oldim. Lekin orada IELTS Station platformasi yaraldi. Orada auditoriyam o'sdi. Orada men onlayn kurslar qilishni boshladim. Va yana bitta muhim milestone bo'ldi hayotimizda. Uskombinator loyihasiga bizning loyihamiz IELTS loyihasi qabul qilindi. Aslida u Uskombinatorga unaqa ta'lim sohasidagi yoki IELTS sohasidagi kichikina nishada, bu baribir juda kichkina soha. Bu kichkina soha qabul qilinmagan bo'lardi. Lekin ular bizning harakatimizni ko'rib, bizani mana 9 ga harakat qilyapman, ukam startaplar bo'yicha bilimini ulashyapti. Bizning loyihamizni ular qabul qilishdi. U yoqdagi insonlar bilan biza tanishib, u yoqdagi atmosfera, u yoqdagi imkoniyatlar. Shunda Instagram yoki Telegramdan qidirib ko'rsanglar bo'ladi, Uskombinator deb. Va IELTS Station deb yozadigan bo'lsanglar, u yoq tarafdagi bizani postlarimiz, biz haqimizdagi ma'lumotlar kelib chiqadi. Ishoninglar, bu bizani life changing opportunity'miz bo'ldi. Ya'ni bizani hayotimizni o'zgartirib yuborgan imkoniyat bo'ldi. Va shundan keyin biz startaplar olamiga kirdik. Shundan keyin biz startaplar qilishni boshladik. IELTS 9 kerakmi o'zi deydigan savolga javob endi. IELTS 9 o'zi kerakmi? Kerak agar siz shu sohada butun umr qoladigan bo'lsangiz va agar o'zingizni o'sha narsa qoniqtiradigan bo'lsa. Ya'ni rostdan u narsani o'zingiz uchun qilayotgan bo'lsangiz. Bu qanaqa inson uchun kerak? Shu sohada butun umr qoladi yoki shu sohada ancha yillardan beri bor, til darajasi yetarli va test bo'yicha preparation, ya'ni test skilli ham yetarli odamga IELTS 9 olgani bu yaxshi. Lekin IELTS 9 ham bu bir omaddek narsa. Chunki 8,5 bilan 9 orasida juda katta farq bo'lmasligi mumkin. Bo'lgan shu holatlar, masalan, 9 olib turib ertasi kun 8,5 olgan insonlarni ko'rganman. 8,5 olib turib ertasi kun 9 olgan insonlarni ko'rganman. Juda ko'p holatlarni ko'rganman. 9 olish uchun asosiy ishlashingiz kerak bo'lgan narsa bu writing bo'ladi. Ya'ni writingni siz 8 darajaga olib chiqa oladigan bo'lsangiz, writing 8,5 speakingni ham 8,5-9 holatga olib chiqa oladigan bo'lsangiz, masalan, bular o'zi aslida qiyin emas. IELTS o'qitib bergan inson sifatida 8,5 darajadagi inson sifatida bu darajaga 6 oyda, balki maksimum 1 yilda erishishingiz mumkin. Men to'g'ri o'sha payt qisqa vaqtda IELTS 9 olaman dedim. Bu narsa o'xshaydimi, o'xshamaydimi menga qiziq bo'lmagan. Menga jarayon qiziqroq bo'lgan. Men jarayondan mazza qilganman. Dars qilib mazza qilganman. O'quvchilarga motivatsiya berib mazza qilganman-da. Birgalikda qilganman, o'quvchilar bilan birgalikda qolib dars qilganmiz. O'sha atmosfera, o'sha paytdagi o'quvchilarim ham eng qizig'i IELTSdan nisbatan balandroq ballar olishgan, chunki ularda motivatsiya bo'lgan, ularda drive bo'lganda. Men bilan birga dars qilayotganlar uchun, men bilan birga kirgan o'quvchilarim bo'lgan imtihonga. Deyarli hammasi 7+ olib chiqqan. Va men to'g'ri ish qildimmi? Menimcha to'g'ri ish qildim deb o'ylayman. Men hech qaysi qarorimga afsuslanmayman. 9 ga harakat qilganim meni hayotimdagi eng katta bir to'g'ri qarorlardan bittasi bo'lgan. Lekin Instagramda yaqinda video qilganimda aytdim, to'xtatganim ham to'g'ri qaror bo'lgan. Chunki agar men IELTS 9 ga harakat qiladigan bo'lsam, men ko'proq vaqtimni IELTS 9 ga sarflab o'rgan bo'lardim. Va eng qizig'i, IELTS 9 na bu sizga katta pul olib kelishi mumkin, na bu sizga katta status olib kelishi mumkin. Ochiqchasiga aytyapman bu narsani. IELTS 9 oldim degani men dunyoni bosib oldim degani emas-da, dunyoni cho'qqisiga chiqdim degani ham emas-da. IELTS 9 degani men bitta sertifikatim bor degani. Masalan, buni kimdir marketingda ishlatishi mumkin, kimdir ishlata olmasligi mumkin. IELTS 9 olganlardan nechtasi masalan o'sha IELTS 9 hayotini o'zgartirgan. Bo'lgan bo'lsa, boshida 2-3 ta odamda
juda katta natijalar bo'ldi va o'sha payti IELTS 9 yo'q bo'lgani uchun ularni zo'r statusiga ta'sir qildi. Ularda juda katta o'quv markazlariga o'quvchi ko'proq keldi, ya'ni pul tomonlama, status tomonlama ularga rosa foyda berdi. Lekin undan keyingi mana hozir 20, 30, 40 bo'lib ketdi IELTS 9lar va ulardan keyingi 9larni ko'pchiligini 70-80% hech kim tanimaydi ham. Ya'ni 9 olish kimnidir hayotini o'zgartirishi mumkin ekan, kimnidir hayotini o'zgartirmasligi ham mumkin ekan. IELTS 9dan keyin kimnidir oyligi ko'tarilishi mumkin, ya'ni topish tutishi ko'tarilishi mumkin, kimgadir umuman foydasi bo'lmasligi mumkin. Men masalan IELTS 8.5 bilan ham juda ko'p o'quvchilarimga yordam berganman. Yaxshi ballar olishgan, rahmat aytishgan, ota-onalari rahmat aytishgan masalan. Meni hayotimdagi bu 9 teachingga ta'sir qila olmaydi degan xulosaga kelganman oxirida. Xullas har kuni men 9 harakatini ko'rganimdan keyin, 9 ortidan ko'rgandan keyin o'tirib bir o'ylab, o'zi menga kerakmi bu? Nima qilaman hozir 9 bilan? Men umrim oxirigacha IELTS sohasida qolamanmi degan savolga javob bermagan ekanman. Va keyin tushunib yetdimki, men 8.5 bilan ham yaxshigina o'quvchilarni o'qitgan ekanman va bundan buyog'i ham o'qitib kelayotgan ekanman. 9 olish imkonsiz emas. Imkoni bor. Buni qilsa bo'ladi. Faqat ko'proq vaqt kerak, ko'proq diqqat kerak. Aynan o'sha payti menga noto'g'ri payt bo'lib qolgan va bunga afsuslanmayman. Ya'ni 9 ola olmaganimga ham afsuslanmayman. Umuman qaraganda men o'zimning qarorim bilan bu narsani to'xtatdim. Xullas IELTS 9 challenge meni hayotimga katta ta'sir qildi. Bundan keyin startup sohalariga kirdik. Undan keyin IELTS Station qurdik. Undan keyin Sayra AI platformasini qurdik. Undan keyin umuman kattaroq loyihalarni qildik. Content coach loyihasini qildik. U uchun bizga investitsiya taklif qilishdi $35,000. $35,000 bir paytlari men tushimga ham kirolmay, tasavvur ham qila olmaydigan pul bo'lgan. Va bu investitsiyani bizga taklif qilganlarning o'zi men uchun juda katta, biz uchun juda katta muvaffaqiyat bo'lgan. Xullas, men sizlarga aytadigan narsam, orzu qilishdan qo'rqmang, challenge qilishdan qo'rqmang. Atrofdagilar nima deb o'ylar ekan, qila olmasamchi degan narsani o'ylamang. Muhimi jarayon. Qila olsangiz zo'r, qila olmasangiz tajriba olasiz. Meni sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan mesajim shu edi. Ko'rishguncha xayr.